Yana sizlarning kayfiyatingiz bo'ladigan bir narsani ko'rsataman. Qiziriq tumanida noinsof, nas, iflos ba'zi bir odamlar, albatta ba'zi bir odamlar mana shunday bozorning oldiga, mana bu dehqon bozorining oldiga mana shunaqa qilib musorni to'kib ketadi, hayvon sifat. Qiziriq tumanida ham shunday odamlar bor. Mana Surxondaryo viloyatida kimligini topolmayapmiz. Do'stlar, bu ekologiya uchun o'zimiz kurashmasak, har birimiz mas'ul bo'lmasak, mana shunday iflos, maraz odamlar mana shunaqa musor to'kib ketadi. Axir bu musor to'kadigan joy emas, ko'chani cheti, mana bu kirib kelaversa ko'chaning yoni, mana elektroset yoni. Duch kelgan odam, duch kelgan nokas, nomard odam mana shunaqa musor to'kib ketaversa, bu keyin oxiri nima bo'ladi? Bu toza hudud keyin olib ketishga to'g'ri keladi. Toza hududga pul to'lashdan bular qochib mana shunaqa to'kib ketadi. Biz buni oldini olish hali chora-tadbirlarni ko'rishga harakat qilyapmiz. Bizni kuzatishga davom eting. Sizlar bilan Sardor Suyun. Bugun 14-aprel sanasi. Xo'sh, hozir biz o'sha musor masalasi bo'yicha 102 ga qo'ng'iroq qilamiz. Sababi bu yerda tabiatga ziyon yetkazilgan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar to'g'risida qonunning, hozir qo'ng'iroq qilamiz. Ichki ishlar to'g'risida qonunning 11-moddasiga ko'ra jinoyat sodir etilganda boshqa tashkilotlar bilan ichki ishlarni o'zaro hamkorligi to'g'risida. Alo, assalomu alaykum. Bu 102 ichki ishlarmi? Qiziriq tumanidan telefon qilyapman. Tushunmadim. Qiziriq tumanidan telefon qilyapman. Ha, Qiziriq tumani Rabatak mahallasi. Mamad Aminov Sardorbek Suyun o'g'li. Mamad Aminov, ha? Ha, Mamad Aminov. Eshitaman, nima masala? Aka, mana bu Qiziriq tuman dehqon bozorining oldiga huquqbuzarlar kechasi maishiy chiqindi musorlar to'kib ketishgan. O'sha masala bo'yicha telefon qilyapman. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar to'g'risidagi qonunning 11-moddasiga ko'rsatilib o'tilganda ichki ishlar bozorning yonida, elektroset yonida, elektroset devorining tagiga ancha-muncha musorni yig'ib to'kib ketishgan. O'sha kim to'kkanligini aniqlanib, jarimaga tortish masalasi bo'yicha. Yo'q, men Rabatak mahallasi yashovchi mahalla faoliman. Tashkilot binosining yoniga to'kib ketgan, ha, elektroset tashkilotining yoniga ko'chaning chetida to'kib ketganda bir uyum qilib. Kim tomonidan to'kib ketilgan bilmaysiz? Bilmayman, o'sha narsani aniqlashtirib, topib jarima nima qilish kerak. Endi ekologiya bilan hamkorlikda qiladimi? Endi o'zi qiladimi? Chunki 11-moddada boshqa tashkilot bilan hamkorligi to'g'risida, ichki ishlar to'g'risida qonunda yozib o'tilgan. O'sha sababli 102 qilyapman. Yaxshi, qadam olasiz. Aha. Kutib qolaman, telefon qilasizlar bo'lmasa. Shu raqamga. Salomat bo'ling. Mana ko'rib turganingizdek hozir mana shu tashlab ketilgan musor ustidan 102 qo'ng'iroq qildik. Kameralar ochilib, kim to'kkan bo'lsa endi jazoga tortiladi. Xafa bo'lish yo'q. Bir indamaymiz, ikki indamaymiz, uch indamaymiz. Bu Qiziriq shahar bedarvoza emas, hurmatli do'stlar.